Kasallik bilan kurashayotganga 13 yil bo'ldi. Tushkunlikka tushish kerak emas ekan. Bu kasallik bilan kurashish kerak. Kurashsangiz yutasiz, g'olib chiqasiz. Bemorimiz Berdiyeva, bularda sut bezi saratoni. Bular bizga kelishlaridan oldin boshqa joyda jami 16 kurs kimyoterapiya olganlar, radikal mastektomiya bilan operatsiya bo'lganlar. Undan so'ng bizga kelganlarida holatlari og'ir bo'lgan, tovushi ham chiqmas edi. Hozir holatingiz qanaqa, xolajon? Yaxshi, qoniqarli. Ancha o'zgarishlar bor. Men shu kasallik bilan kurashayotganga 13 yil bo'ldi. Taxtapulda davolandim. O'zgarishlar bo'lmadi. Keyin bu Malayevlarning klinikasini eshitib qoldik, Telegram orqali keldik. Birinchi kelganimda o'zim juda og'ir his qilardim. Toshim yo'q, kechalari uxlamasdim. Uyda kisloroddan kunim o'tardi. Keyin bu yerga kelib, birinchi, ikkinchi, uchinchi kurs, mana xudo xohlasa, 4-kursi shu tugalash anaqasidaman. Kimyasida o'zgarishlar bor, ancha. Ishim, ishtahalarim bor, xudoga shukr, og'riqlar yo'q. Kechqurun yotishlari ham yaxshi yotaman. Bu kasallik bilan kurashayotganimga 13 yil bo'ldi. 13 yil. 13 yil ichida orada dam kunlar bo'ldi. Keyin ikkinchi ko'krak anaqasiga o'tdi bu kasallik. Mana 2 yil bo'ldi bu kasallikka. Keyin o'tdan davolanib, nur oldim 25 ta. Orada har 3 oyda, har 2 oyda borib ko'rinib turardim. Shu qish faslida tomog'im bo'g'ilib, men o'yladim shamolladim deb o'yladim. Keyin shamollashmas ekan. Bundan limfa tugunlar kattalashib, shu o'pka, nafas yo'llariga ham o'tgan ekan ozgina. Orada Covidga ham topshirdim. Ozgina Covid ham bor edi. Shu Zangiota tumanidagi Covid infeksiya anaqasida yotdim 10 kun. O'tda o'zgarishlar bo'lmadi. Keyin bu Malayev klinikasiga kelgandan keyin 3 ta kimyoterapiya oldim. Xudoga shukr, mana 4-sini ham tugatlayotgan anaqasidaman. O'zgarishlar yaxshi. Ancha o'zgarish bor. Allohga shukr, mana ishtahalar ochildi, ishtahalar yo'q edi. Masalan, men bu kasallikdan qo'rqmayman. Bundan ham battar ham bo'lishi mumkin. Bu kasallik bilan kurashish kerak. Kurashsangiz yutasiz, g'olib chiqasiz. Olimlar Allohdan. Alloh sababchi bu narsani tuzatishga ham, yaxshilanishingizga ham. Keyin siqilish kerak emas bu kasallik bilan. Ilojisiz kurashib, yaxshi yeb, ishtahangiz yaxshi bo'lsa, bu kasallikdan qutulib ketadi. Buni davosi faqat o'zingizga motivatsiya berib, yaxshi bo'laman desangiz, Alloh sizga qarab, shu niyatingizga qarab yaxshi bo'lib ketasiz. Bu doktorlarni bizga qilayotgan parvarishi, yordami, o'zining sohasida izlanishlari shunisi muhim. Bu avvalambor doktor shu narsaga juda e'tiborli bo'lish kerak ekan. Keyin kasallik izlanishlariga har xil doktorlar bor, to'g'ri. Men aslani mana shu Malayevdan yaxshi bo'layotganim sifatini aytyapman. Sifati shu. Chunki taxtapulda to'g'ri tabletkalar berishdi. Umuman toshim chiqmasdi. Ular o'sha bo'ldi. Oxiri etapga keldi. Bu yoqqa anaqasi yo'q to'g'ri ular. Mana Allohga shukr, mana 4 oy bo'lyapti, mana kasallikdan kurashyapman. Toshim umuman chiqmasdi. Toshi yo'q edi, ovqat o'tmas edi. Faqat suyuq ovqat o'tardi. Yo'q, hozir yaxshi, ancha yaxshi. Doktorlarni shu yaxshi nima deydi, specialist deydimi, o'rgatasiga. Shunaqa ekanda, yaxshi doktor bilan shu kasallik bilan kurashsangiz chiqib ketarkansiz bu kasallikdan. Avvalambor Xudodan, keyin bemor shu doktor bilan tuzatadi deb yotish kerak emas. O'zi ham harakat qilish kerak-da. Tushkunlikka tushish kerak emas ekan. Men ko'rdim, nechtasin tushkunlikka tushgan. Voy o'laman, bunaqa qilish kerak emas. Agar tushkunlikka tushib qolsangiz, bu kasallikdan chiqib keta olmaysiz. Shu meni anaqam. O'g'lim bor, Xudo beradiki, o'zim chunki men yana farzandim bor, uylantirishim kerak. Men o'lishga harakat qilib, yashash uchun hali yana intilishim kerak. Men hali bu kasal deganingiz bemor bo'lib, hali kapinisalida tekisda bitta olam qarasa uchun bemor deb hisoblayman. Masalan, bu kasallik bilan men bemor emasman. Men takti o'zim ichini olib yotib deb hisoblayman. Hech naqa. Baxtli iloji bo'lsa, ayollarga murojaat qilaman. Bu kasallikni har 3 oyda yoki 6 oyda borib ko'rish kerak. Vaqtida qarasangiz o'zingizni shu kasallikdan chiqib ketasiz. Yo'q, yuraversangiz bu kasallik sizni tanangizni yellab oladi, keyin kech. Doktorga ham qiynaladi. Keyin o'zi bemor ham qiynalar ekan bu kasallik bilan. Chunki men bu kasallikdan qo'rqmayman. Nima qilaman qo'rqib?
qaytaga yaxshi bo'lmay yeyaptim, ichyaptim, yuryaptim. Hech kim meni yonimda yo'q qaraydigan. Shu kasal bilan kurashaman. Keyin meni hobbigim bor, gullarga qarash. Bitta shu bo'ldi, yo'q, kimyo olib keldim, yotaman demayman. Gullarim bor. Shu gullarga qarayman, kasallikdan chiqib ketish kerak. O'zingiz bilan o'zingiz shug'ullanishingiz kerak. Agar odamzod ayol kishimi, erkak kishimi, yosh bolam agar shu kasal bilan kurashib, hali miya bo'ladi. Bu miya boshqaradi odam. Sen shu kasal bilan shug'ullansan, bo'ldi, ketding. Yo yoningizdagi dardini aytadi. Mana shu kasal shu odam o'ziga oladi shu dardni ham. Kerak emas. Biron dardni yechishmi kerak emas. Bu kasallikka iloji bo'lsa, biron kasalni yechishmasin. O'zi bilib turish kerak. Men yaxshiman desa, yetib turganda ham men yaxshiman desa, shu jonliq kuch-quvvat beradi. Keyin bu kasallikdan chiqib ketasiz.